Mana maktabda, institutda kimnidir sevib qoldim deb o'ylaganman. Ha? Yana qaysidir qizni sevib qoldim deb o'ylagan. Bo'ldi, men shuni sevdim. Sevgi ilohiy. Bo'ldi, men sevgini bu Alloh beradi degan anaqalar bo'lgan. U gaplashmay qolsak o'ylab, qaysidir bola bilan ko'rib qolsam, asabiylash, nervist qilib, xotinim tushuntirib qo'ygan. Bir og'iz gapirmasdan uyda men bilan yasha, shu u sevgi emas degani tushuntirib qo'ygan. U sevgi emas. Rost akasi aytyapti, haqiqatda sevgi bo'lmagan ekan. U qanaqadir manfaatlar, qanaqadir moddiy, ma'naviy bog'lanib qolish xolos. Chunki ko'chadagi qiz siz ozgina e'tibor qilmang, ketadi. Bular unaqa emas-da. Men yo'lda o'yladim-da, qarang. Sevgi mana xotiningizga muhabbat berishingiz mumkin. Men muhabbatim xotinim uchun deyman-da. Sevgim men dunyoda, yerda yashab Allohga avvalo onamga deb o'ylayman. Ona haqiqiy sevgi ona bilan bo'ladi. Nimaga deydi? O'g'il bolangiz qarang nimaga? Nimaga? Javobini qarang. O'zimcha toqidim-da endi, o'zimning fikrim. Onangiz sizni ursa, onangizni tashlab ketasiz. Onangiz sizga qo'l ko'tarsa, onangizni tashlab ketmaysiz, to'g'rimi? Onangizni yomon ko'rib qolmaysiz. Onangiz bilan yashaysiz. Ona ham sizni tashlab. Endi qarang. Yaxshi ko'rgan qizingiz, xotiningiz sizni ursa, bitta uxlatmasda, o'sha kuni ajrashasiz. Demak, sevgi faqat ona bilan bo'ladi. Sizni ursa ham, so'ksa ham, uni yaxshi ko'raverasiz-da. Sevgi shunaqa bo'lishi kerak deb o'ylayman. Onam yo'q bo'lgan kuni sevgi ham tugaydi. Lekin muhabbat xotiningizga bo'ladi. Oilaga bo'ladi. E'tibor, muhabbat. Qoyil.